Hozir video qilishga majbur bo'ldim, yarim kechasi bo'lsa ham. Men dastavkaga ishlaydiganlar diqqatiga. Hozir bitta zakaz oldim. Menga telefon qildida 200 ming bormi? 200 ming naqd puling. Men senga naushnik beraman, naushnikni olib berasan. Ham senga 200 ming beradi, ham yo'l pulini beradi deb menga telefon qildi. Mayli deb keldim. Kelsam na magazin, na boshqa ko'chaga zakaz qilgan. Birdan men kallamga yetdi-da, meni 200 ming pulim yo'q dedim. Indamay qaytib ketdi. Chunki 200 ming puling bor deding-ku, senga beradi обязательно demadi-da, qaytib ketdi. Chunki bular mashinnik, zakaz dastavka ishlaydiganlar, mashinnik situatsiya bo'lsa, ehtiyot bo'linglar. Mana hozir ko'rsataman. Yana xuddi shu zakaz tushdi shu joydan. Hozir men olganimni ko'rib, tak chiqmadi. Svязga ham chiqmaydi bular, chunki nimaga desalaringiz, bularda nomeriga ham telefon qilib bo'lmaydi. Bular mana rossiyskiy qaysi go'rdagi nomerlar mana. Tak, ko'rinyaptimi, yo'q bilmadim. Ha, rossiyskiy emas даже qaysi go'rdagi nomer, bunga telefon qilib bo'lmaydi. Bular ba'zi birovlardan shitib aldab naushnik beraveradi, 35 ming so'mlik yoki bo'lmasa 15 minglik naushnikni 200 mingga sotib oladi. Dastavkaga ishlaydiganlar ehtiyot bo'lasizlar. Mashinalar bo'lsa, agar magazin yoki qanaydir ofis bo'lmasa, pulini berib olib ketmaysizlar. Bugun 230 ming berib pizza olib berdim. O'zimni kistamdan 230 ming berdimda, Klintdan olasan dedi. Borib 265 ming deb Klintdan oldim yo'l puli bilan. Bu magazin yoki qanaydir kafe bo'lsa, olsalar bo'ladi, chunki ular yo'qolib qololmaydi, qochib ketolmaydi. Ha, bu ko'chadan tushganlar bo'lsa, olmanglar iltimos. Yana 200 mingga uxlab o'tirmanglar yoki 150 ming, 300 ming xullas qilib pulga uxlamanglar. Ko'chadan beryaptimi? Olmanglar. Pulini berib olib ketmanglar. Bilgan biladi, bilmagan bilmaydi deydi-ku. Mana shu videoni manfaatli bo'lsin deb qilyapman. Buni dastavkaga, Yandex dastavkaga ishlaydiganlarga jo'natib qo'yinglar. Iltimos sizlardan bitta like bosib, tarqatib qo'yinglar, shu kitobni bilmaganlar bilib olsin. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.